Saudiya Arabistoni kelajagining asosiy proyektlaridan biri. To'liq qayta tiklanadigan energiya bilan ta'minlangan va $1,5 trillion ga tushadigan avtomobillarsiz cho'lning o'rtasida 0 dan 170 km uzunlikdagi shahar loyihasi. Nima uchun Saudiya Arabistonida boshqa mamlakatlarga o'xshamaydigan o'rta asr urf-odatlari va qonunlari hali ham yashamoqda? Nima uchun hozirga kelib mamlakat dunyoga ochilib, uni sayyoradagi eng ilg'or va jozibali davlatga aylantirishga harakat qilmoqda? Va eng muhimi, Saudiya Arabistoni neft pullarini qanday va nimalarga sarflamoqda? Saudiya Arabistoni kosmosdan qanday ko'rinishga ega ekanligiga e'tibor bering. Hech qanday o'simliklarsiz bir qismida cho'l va yana bir tarafida toshli yarim cho'l yerlar. Agarda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mamlakatning 95% cho'ldan iborat ekanligini ko'ramiz. Saudiya 1930-yillarda dunyodagi eng nochor davlatlardan biri edi. Ularning zamonaviy davrga qadar asosiy daromadi bu chorvachilik, savdo-sotiq va albatta haj safariga boruvchilar. Shuning uchun Saudiya qiroli mamlakat iqtisodini rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Saudiyaning asosiy muammosi bu suv tanqisligi bo'lib, chuchuk suv bilan bog'liq katta muammolarni hal qilish uchun britaniyalik sobiq diplomat Jack Philby suv qidirishga kirishadi. Shuningdek, u yana ikkita amerikalikni ham yordamga chaqiradi. Ular qanchalik suv qidirmasin, topa olish